Hurmatli aka-ukalar, 67 millionga sotilgan buqamiz Taroziga ketyapti. Ama aytmaymiz. Kilosini aytmaymizmi? Kilosi 67 millionga sotildi. Ha? Bizga qoling. 67 millionga sotildi ekan. Bekus. Taroziga akalar. Taxminan 800 tepasida lekin 9 tonna. Bir tonna chiqadimi? Bir tonnadan chiqmaydi. 970 bo'lsa kerak. Aytilmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Asaka Payshan bozorida shved toza oddiy kelishlarga to'lgan boqosimiz sotildi akalar. Taroziga 65 dan 5 kitga agar tosh bosadigan bo'lsa ozgina o'tib berasiz xayriga kelishimda. Hozir tarozi yopib ketyapti. Kilosini ham bir qator ko'rib qo'yiladi. Videolarimizni yoqsa bittadan like bosinglar akalar. Taroziga olib ketyapmiz hozir mana tarozi ko'ramiz. Katta novoslik. Qorani oldim uyga boraman. Ana. Nemas, shved. Fermadan chiqqan akalar. Fermaning buqasi ekan qaranglar. Go'zal narsa. 830. Odalar akalar 830 taxmin qilishyapti. 900 kilo atrofida chiqib qoladimi? Ketdi mana. Katta bunaqani shu 65. Akalar tarozida ko'ramiz endi mana. Haqiqiy jang tarozida bo'ladi. Necha kiloligi? 65 dan 5 kitga. Mana kelyapti. Jonivar. Boz endi tosh. Bormi 850 kilo chiqadimikan? O jonivar. $850 kilo akalar. Hozir ko'ramiz qani. Necha kilo chiqdi? 825 kilo. Xo'sh. Ezib ham paydo odamman hushyor bo'lish kerak. Bosh. 825 kilo chiqdi akalar. Ketdani. Birinchi baraka savdomiz. Sanchi vazon. 825 kilo. 65 dan 5 kitga akalar. Çocuğum. En qizig'i zotga nasl olaman deganga 825. Bu bilan yana bitta udori chiqdi-yu. Yana bitta udori chiqdi akalar. Bu kimdan ekan busi? Onu egasi kim ekan mana uni? Shvedni. Ha? Shved egasi. Bu ko'cha. Yana bitta akalar shvedimiz kelibdi. Qochinglar. Shaddod tulpor kelyapti, Shaddod tulpor.
Angus olib berdim o kechikinglar. Joni jicha ekan hamma suradi ekan. Yomon ekan. Ko'pchilik qani? Hurmatli aka-ukalar, mana sementanimizga 65 berishyapti hozir paytda. Suyuntan shu. 100 milyon kami bor dedi. Bir 65 milyon pulga. Norozi tushunmayman men, mana shu bitta kali to'tib Tirik vazimga akalar 65 million. 4 ta oyoqqa. menga ham berishi kerak, lak bosganlardi. Bo'ldi. Akalar 4 ta oyoqqa 65 million. 100 million kami bor deyilyapti akalar. 65 million baho berdi, lekin sotilmayapti. Buni ham to'liq videosini qo'yamiz akalar. Savdosi bo'ldimi buni aka? Ikkovini bersiz qanaqadan berasiz? Ammo bittasini pulini yana hafta beraman. Ayıplı veremem ki. Kaç kanal aka? Begus. Ha. Akalar. Mana yana bitta shvetimiz chiqdi. Hozirgi daqiqa bu ham 800 tepasida kilosi. Savdosi bo'lyapti buni ham hozir. Hiçbir savdosi bo'layotgan shu yerda. Nech pul beryapti aka? Puldan beriyor. Taroziga 61 dan akalar. Taroziga 61 dan berishyapti ekan. Yashovdan chiqqanmi bu? Yashovdan chiqqan ekan akalar. Bu ham yomon katta narsa akalar. 2 yashar bormi? Ha, 2 yashar aka. Ne yaptı? Milyon bu adam verelim ya. Milyon. Bu aka insonga qoniqmaydi demadi. Chavas. Voy Amzon aka. Kattasidan tortdi. Sen bormas, ne narsa olsa. Molimiz akalar katta firmadan kelgan. Shunda menga qolmasa Tarozida. Nech pulga ketdi? Bo'ldi, hozir kelaman, o pulni o'tkazib. 5-10 so'm berasan, qara. Va boshim olmay kilo olsin. 67 millionga sotilib ketdi akalar. Mana qarang, 65 ga hozir bermayapti, 67 millionga ketdi. Bu ham tarozgami uni? 67 milyonga mashhur. Yo'q, tarozda tortib olasizlarmi, bo'ldimi? Shu turishda. Tortish yo'q, mayda. Tortmasizlar, mashina olib 4 ta oyoqqa akalar 67 millionga sotilib ketdi akalar. Olgan odam ham maza qildi uni. Kukulatkalar qilyapti mana oyoqlariga akalar. Tindaqlarini ishlab berishni boshladi. Tehtirmayapti. Salonga kirsa ham bunchalik qilib qo'ymaydi o'zi. Tehtirmayapti. Oddiy bo'lib o'zlari o'zlari olib keladi. Mashinangiz yo'qmi? Beroramiz. Mashinasi yo'qmi? Akalar, mana shunaqa mollarda yashov kasalligidan keyin tindaqlari o'sib, ko'chish xavfi bo'ladi. Keyin bu tindaqni ikkita tindaqni orasiga bo'q molni axlat paydo bo'ladi, to'planib qoladi. Shuni oldini ololmasa, oyog'ida zambur kasalligi kelib chiqadi mollarda oyog'ida. Oqsalanib, yurolmay qolish holatlari bo'ladi. Shuning uchun shunaqa tindaq olish xizmati bor ekanimizning nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yapmiz. O'zinglar bog'lanib, mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Texnikalari yo'q, kelib o'zinglar mashinada olib ketib, borib kelib qo'ysalaringiz, chiroyli xizmatlarni beradi. Hurmatli aka-ukalar, mana shu shvetimizga 30 million 500 berishyapti ekan. Yashovdan chiqqan ekan. Shuning uchun qiziqib olyapti hozir. Eng qizig'i yashovni boshdan kechirgan. Bo'ylari 1.30 dan balandroq.
Ayşe gapirganingizdan keyin gapirdim. Mustafa, assalomu alaykum. Akalar mana movoslarimiz. Necha kilo chiqyapti? Bu olindimi bu? Olinibdimi? Zanjirini olyapti. Olyapti. Ha? 650 650 kilo. O zanjirini olsinchi 1 kilo. 650 kilo. Sotilibdimi bu? 63 mingdan. Tarozida 63 mingdan taroziga sotilibdi. 600 dan baland lekin 100 kilo. olti yuz sakson chiqadimi? olti yuz sakson uch kilo. 63 dan taroziga ekan. 63 mingdan taroziga sotildi. Altı yüz elli. 2 kilo zanjiri yani. 650. Katta buban var. 63'dan tarozi. Bunu oldingizmi buni şey? Merhaba uşak. Bunimiz ham bor. 700 ni tepasida. 730 chiqib qolam. Yonadi, yonadi. 703 kilo chiqyapti. 3. Bek uskan. Bek us. Atchi 705 ekan. Bu. 705 ta to'xtadi. Bosh bo'shab turing mana. Shet necha pulga oldingiz buni? Nechi pul? 703 kilo, 705 kilo chiqdi akalar. O'tirib. Hut.